Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Patent topshirish tartibi endi o'zgardi. Moskva Moskovskiy oblastida 13-iyul 2026-yil sanasidan boshlab turib, endi siz to'g'ridan-to'g'ri patentga topshira olmaysiz. Uning uchun siz maxsus MMS приложениесі orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak va qabul 8 dan to 10 gacha bo'ladi. Albatta keyin borib turib patentga topshiraman deydigan bo'lsangiz, siz qabulga kira olmaysiz. Shunaqangi, ya'ni hammani telefonlariga приложение aminasiga SMS-lar kelyapti. Agar siz patent topshirmoqchi bo'lsangiz, shunaqa deb xabarnomalar hammaga jo'natildi. Kimdir buni tushunyapti, kimdir tushunmayapti. O'shana hisobiga sizlarga, ya'ni buni yetkazib qo'yishni ma'qul ko'rdik. Toshkent va Qozon o'rtasida yangi reys ochilmoqda. Nordwind Airlines bu yo'nalishdagi parvozlarni 17-iyuldan boshlaydi. Reyslar haftada 2 marta bo'ladi. Iyul oxirida Qozon-Toshkent chiptasi 14,2 ming rubldan, Toshkent-Tozon chiptasi esa 13,7 ming rubldan boshlanadi. Jizzax viloyati sudi Rossiya-Ukraina urushida yo'llanma jangchi sifatida ishtirok etgan fuqaro MN ga nisbatan avval tayinlangan 5 yillik ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Sud mahkumning jazoni yengillashtirish haqidagi shikoyatini qanoatlantirmadi. Sud hujjatlariga ko'ra, MN 2021-yil sentyabr oyida ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. U mamlakatning turli shaharlarida mavsumiy ishlar bilan shug'ullangan. Keyinchalik tanishlarining taklifi bilan Checheniston Respublikasining Shelkovskiy tumaniga borib, 2022-yil aprel oyi boshlariga qadar qurilish ishlarida ishlagan. Tergov va sudda aniqlanishicha, aynan shu vaqtda u Rossiya Mudofaa vazirligi tasarrufidagi A. Kadirov nomidagi maxsus amaliyotlar 1-polki, Spetsnaz polki harbiy xizmatchilari ta'siriga tushgan. Shundan so'ng u moddiy va boshqa shaxsiy manfaatlarni ko'zlab, mazkur harbiy tuzilmaga qonunga xilof ravishda yo'llangan. 2022-yil 7-aprel kuni MN ushbu polk harbiylari bilan avtobusda Rostov viloyati orqali Ukraina hududiga, Lugansk shahriga yo'l olgan. Sud qayd etishicha, fuqarosi bo'lmagan, u yerda doimiy yashamagan va biror davlat tomonidan rasmiy harbiy xizmatni bajarish vakolatiga ega bo'lmagan holda qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etgan. Hujjatlarga ko'ra, MN 2022-yil 8-iyunga qadar Lugansk Xalq Respublikasi deb ataluvchi hududning Rubeyniy qismida joylashgan Rossiya harbiylari pozitsiyalarida jangovar qo'riqchilik xizmatini o'tagan hamda boshqa harbiy tayyorgarlik ishlarida qatnashgan. Shundan keyin u yana Chechenistonga qaytib, turli qurilish obyektlarida ishlashda davom etgan. 2023-yil 26-yanvar kuni esa O'zbekistonga qaytgan. Birinchi instansiya sudi MNni Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-qismi yo'llanma askarlik bilan aybli deb topib, 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlagan edi. Keyinchalik apellyatsiya va taftish instansiyalari ham ushbu hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Sverdlovsk viloyatida rasmiylar migrantlarning avtobus va marshutka haydovchisi bo'lib ishlashini taqiqlamoqchi. GIBDD tomonidan tayyorlangan qonun loyihasining yakuniy matni hozirda viloyat hukumatida kelishilmoqda. Rasmiylar Yekaterinburgdagi og'ir avariyadan so'ng ushbu hujjat ustida ishlashni tezlashtirdi. Ushbu fojia 10 iyunda Yekaterinburgda yuz berdi. Avtobus haydovchisi chorrahadan qizil chiroqda o'tishga harakat qilib, crossover bilan to'qnashgan va odamlarni urib yuborgan edi. Buning oqibatida 4 nafar piyoda halok bo'ldi. Ularning orasida 9 yoshli bola va uning onasi ham bo'lgan. Yana 5 kishi turli jarohatlar oldi. Avtobus rulida mehnat muhojiri bo'lgan. Tergov qo'mitasidagi so'roq paytida u gaz va tormoz pedallarini adashtirib yuborganini aytgan. Haydovchi RF Jinoyat kodeksining 264-moddasi bo'yicha ayblanib, hozirda hibsda saqlanmoqda. Unga 7 yilgacha koloniya jazosi berilishi mumkin. Shuningdek, ushbu yo'nalishga xizmat ko'rsatgan kompaniya direktori ham hibsga olindi. U xavfsiz bo'lmagan xizmat
xizmatlar ko'rsatganlik uchun RF Jinoyat kodeksining 238-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Tergovchilar firma haydovchilarining ish va dam olish rejimini buzganini, avtobuslar texnik ko'rikdan o'tmaganini, xodimlar esa smena oldidan shifokorlar tomonidan tekshirilmaganini aniqladi. Ishning ikkala figuranti ham hozirda SIZOda saqlanmoqda. Sverdlovsk viloyatidagi inson huquqlari bo'yicha vakil Tatyana Merzlyakova migrantlarga jamoat transportini boshqarishni taqiqlash g'oyasiga qo'shilmaydi. Uning fikricha, muammo haydovchilarning fuqaroligida emas, balki ularning mehnat sharoitlaridadir. Uning fikricha, rasmiylar ish beruvchilardan talabni kuchaytirishi kerak. Sverdlovsk viloyati rasmiylari va kuch tuzilmalari yo'l avariyalaridagi o'lim ko'rsatkichini 2 barobarga kamaytirishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqgacha oshishi kutilmoqda. Bu haqda Xalqaro energetika agentligining joriy yilning 3-choragi uchun e'lon qilgan gaz bozori hisobotida so'z boradi. Qayd etilishicha, Rossiyaning Yevropa ittifoqiga quvurlar orqali gaz eksporti 2026 yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5% ga yoki 0,4 milliard kub metrga oshgan. Ayni paytda Turkiyaga yetkazib berish hajmi joriy yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilga nisbatan 4% ga yoki 0,4 milliard kub metrga kamaygan. Rossiyaning Sibir quvvati quvur tizimi orqali Xitoyga gaz eksporti o'tgan yilgi darajaga nisbatan biroz oshgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy Osiyo markaz quvur tizimi orqali Qozog'iston hududidan O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berishni ko'paytirishda davom etmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqgacha oshishi kutilmoqda. Rossiyaning suyultirilgan tabiiy gaz eksporti 2026-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 8% ga yoki 2 milliard kub metrga oshgan. Bu o'sish asosan Yevropa bozorlariga gaz yetkazib berishning kuchaygani, o'tgan yilga nisbatan 18% ga o'sish hisobiga sodir bo'lgan. Yevropa ittifoqida Repower EU reglamenti kuchga kirmoqda. Unga ko'ra, Rossiyadan qisqa muddatli CTG importi 25 apreldan, quvur orqali gaz importi esa 17 iyundan boshlab taqiqlangan. Bu omil 2026-yilning ikkinchi yarmida Rossiyaning Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida tabiiy gaz qazib olish ko'rsatkichlari turlicha ko'rinish olgan. Turkmanistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Bundan farqli o'laroq, O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi 2026-yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% ga yoki 2,6 milliard kub metrga kamaydi deyiladi hisobotda. Qozog'istonda esa xuddi shu davrda sotiladigan gaz ishlab chiqarish hajmi taxminan 8% ga yoki 1 milliard kub metrdan ko'proqqa kamaygan. Ozarbayjonda 2026 yilning dastlabki 5 oyida sotiladigan gaz ishlab chiqarish o'tgan yilgi darajaga yaqin bo'lgan. Mamlakatning quvur orqali gaz eksporti esa ushbu davr mobaynida deyarli o'zgarishsiz qolgan. Ushbu prognozga ko'ra, Yevrosiyoda gaz qazib olish hajmi 2026-yilda 2% ga oshishi kutilmoqda. Shunga qaramay, bu ko'rsatkich 2021-yildagi darajadan 19% ga pastligicha qolmoqda. Stavropoldagi IIVning migratsiya masalalari bo'yicha bo'limiga ishga patent olish uchun kelgan o'zbekistonlik migrantning egnida Ukraina qurolli kuchlari emblemasi tushirilgan futbolka bo'lgan. Bo'lim xodimasi va boshqa tashrif buyuruvchilar unga tanbeh berishgan. Biroq erkak qanday kiyim kiyishni o'zi hal qilishini aytgan. Shundan so'ng Stavropolning Lenin tuman sudi uning ishini ko'rib chiqdi va migrantni Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirish to'g'risidagi modda bo'yicha aybdor deb topib, 30 ming rubl miqdorida jarima belgiladi. Erkakning o'zi aybini tan oldi, lekin sud majlisiga kelmay, sud qarorini uyiga yuborishni so'radi. Sud chet ellik fuqaroning ishi yo'qligini, ammo uning qaramog'ida xotini va voyaga yetmagan farzandlari borligini hisobga oldi. Erkakning pushaymonligi yengillashtiruvchi holat deb hisoblandi.
Sud deportatsiya qilmaslikka, balki ushbu jazoni uning tuzalishi uchun yetarli deb hisoblab, faqatgina 30 ming rubl jarima bilan cheklanishga qaror qildi. Bu haqda Redovka Telegram kanali xabar bermoqda. Sudning bunday qarori harbiy muxbir Dmitriy Steshinning noroziligiga sabab bo'ldi. Uning fikricha, harbiy mojaro paytida davlat muassasasida dushman ramzlarini kiyib yurganlik uchun 30 ming rubl miqdoridagi jarima ko'rinishidagi jazo juda yengil ekan. Harbiy muxbir rasman ishlamaydigan va raqibni qo'llab-quvvatlashni ochiqchasiga namoyish etayotgan shaxs nega Rossiyada qoldirilayotgani va deportatsiya qilinmayotganidan hayratda.